qo'shib beriladi. Mut, pul alınmaydı. Lekin ichidan qarang. Inobat oling. Bu qoling'idan, ya'ni klientlar qoling'idan tushadi-ku. Biza Eminig'aldan qo'shib beramiz. 1, 2, 3 işöden ağa aşağıya var adamı. Şundan. 15-20 akalı bayını. Göstereyim benim onu. İşöden aşağıya. Orta variantdakiler yana 70 bin so'mlik degan g'ollarni podarkaga qo'shib beramiz. Bize pas qo'shib beratmag'imiz yo'q ağa. 70 bin so'mlik gilamni qo'shib beratamiz. 4 6lik yerini pulni to'laydi. 3 6lik, 3 5 yarımlik, 3 7lik yerlarni besplat deb beramiz ağa. Yana bir g'ol qo'shib berasiz. G'olni qo'shib beramiz. Işödagilar g'ollar. Yangilar, aytilgan. Obunachilar kvadrati 160 ming so'mdan ipak gilam. Assalomu alaykum Said obunachilari, hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Harmonmi, kayfiyatlar zo'rmi? Aziz yurtdoshlar, bugungi video rolikimizda navbatdagi chegirma aksiya bo'lib turgan gilam do'konlaridan yana birisini sizlarga bugun ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa Urganch Ray Center buyum bozorindagi 11-do'kona yetib keldik. 11-do'konda gilamlari ajoyib chegirmalar, aksiyalar bo'lib turibdi ekan. Videoni o'tirmang, to'liq oxiridan ko'ringlar. Sizlar uchun zo'r yangiliklarimiz bor, hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib yangiliklar bo'ladi. Video rolikimizni boshlashimizdan oldin videomizni maksimal darajada danslarga yuvarib, bir like bosib, kommentariy yozish yoddan chiqmasin. Do'kon manzilini, lokatsiyasini qisqacha tushuntirib beraman. Ray Center buyum bozorining Gunbotar darvozasi tarafida bo'ladi. Aziz obunachilar, Gunbotar darvozasi, Ray Center buyum bozorini shundan chiqqanlaringiz bilan o'ng tarafdan yurib kelsangizda 11-do'kon bo'ladi. Yo'lning oryan tarafida aka-ukalar 2 kafesi joylashgan. Bu yon tarafimizda Oydin elektrika do'koni, Salaroqda esa Uzgazoil zapravka, undan tashqari Zapchas bozor joylashgan bo'ladi. Shu tarafga qarab ketsangiz, avvalgi mashin bozor tarafga qarab ketasiz obunachilar. Asosiy orientir Urganch Ray Center buyum bozorini Gunbotar darvozasi tarafida bo'ladi aziz obunachilar. Telefon nomerlarini videoda yozib qoldiraman. Telefon urib kelishlaringiz mumkin. Adashtirmanglar 11-do'kon obunachilar. Assalomu alaykum. Alibek, Harmon, sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Xudo xolasa sizlar bilan bugun birinchi video rolik bo'ladi. Albatta. Yurtdoshlarimizga, obunachilarimizga nechik chegirmalar, nechik aksiyalar qo'yib berasizlar bugun Xudo xolasa Alibek. Xudo xolasa shu musofirdagi og'alarimizga dim yomon chot yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa maksimal darajada shu do'kondagi hamma g'ollarni почти zavod bahosidan plus podarkalar bilan qo'shib berdik. Podarkalar ham bor. Podarkalar ham bor. Videoni oxirigacha ko'rsalar, hamma narsasini tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Asa bir chetdan danishtirib chiqamiz. Asa xudo xolasa eng arzondan boshlaymiz og'a. Mana. Xalqimiz biladi, lekin gilamlarning narxini, sifatini, hamma narsani tushunadi. Sag gilam zavodniki bog'i, Sag gilam zavodniki, Silk degan g'olasi. Mana. Göstereyim. Sifatlarini chiq mana. Mana sifatdagi o'rtacha yupqalik ham ko'rishim, lekin sintetika aralashman, sho'ri bor. Sintetika aralashman, o'rtacha sifatdagi qonlik ham ajoyib. Silk degan g'oli. Sagniki. Ava. Endi buni bahosini keladigan bo'lsak, 85 ming so'm, 90 ming so'm bozorda aylanib turibdi. Buni podpischiklarim uchun 55 ming so'm tushirib beraman. Kvadratini. Kvadrat metrini 55 ming so'mdan qo'yib beraman. Chistina sagni. Sagni g'olisi. Hozir bu necha? Bu 3 ga 4,5 degan. Ya'ni masalan 3 ga 4,5 hisoblab beraman. 3 ko'paytiramiz 4,5, 13,5 kvadrat ko'paytiramiz 55 ming so'm. 742 ming so'm. 740 ming so'm berib g'olni ikkita beradilar. 740 ming so'm 740 ming so'm 3 ga 4,5 g'olni ikkita beradilar. Razmer kichiksa bundan kichik boraveradi baholari. Tushunarli. Keyin buni sachaklisi bor. Bundan sifati kengisi. Bundan sifati kengisi. Yine. Sochaqli keyin qalinroq bo'ladimi bu nisbatan? Ba'zi sal, qalinroq bo'ladi, orqasi sifati yaxshi bo'ladi. Yine. Ko'ring ağa. Uzunluğu arkasından o'zgardi-da. Kilaysiz. Tushunarli. Rostdan kilaysiz ekan. Ya. Arkasidan bir qarang, mayda do'qilgan variantda, qarang, buni o'zi bu eri do'qilgan-ku. Buni arkasi mayda do'qilgan. Buni ham ozgina lekin bahosini tarazitsasi bor, lekin sifati vashshi zo'r. Yuvishga ba'zab ishlatadilar buni. Keyin depa pol, past pol bo'lsa, metrajlar ham mana, komplekt. Shurdagi g'ollarning metrajlari bor. Hamma narsasi bor. Tushunarli. Buni bahosini 100 ming so'm, 105 ming so'm sotilgan narsa. 65 ming so'mdan qo'yib beraman buni. 65 dan qo'yib beraman. 65 ming so'mdan qo'yib beraman. Hisob gap yo'q. Keyin qarang bularni soni ko'pmi? Soni chegaralanma. Tushunarli. Qarang. Sen ko'rsating. Keyin toza variantda g'ol so'raydilar, korishniy variant, seri variantda arzon bo'lsin, sifati yaxshi bo'lsin dedilar. Shunday g'ollarni makka qo'ydik og'a.
Bu уже saçaklı iyi Sifat. kalın. Sifatli hem kalın hem seri rasyetkeli. Şundan. Arkasına bir de görelim. Göstereyim bana. Kileysə. Keleysiz yine. Bulan hem şu ağa. 120, 110 satılgan nerse ağa 70 bin sonuna koyu veremiz ağa. Metrajı, apart kişi, dastavkesi hem mersesi içinde. Sağ. Ana. Gəp yox. Metrajı. Kemanı yine başka gülü bak. Şu bakada. Yine. Ucu başqaça gül. Ava başka gül. Lekin sveti seri oxşaydı ama. Var. Ha. Karıştığını seyir aralaş. Taza moda. Ha, ortası başqaça ekanmı? Ava. Acayip. Zor. Keyin Evet. haz yan bir rasyetkesini gösterme. Şu kalınlaşdı bir ana. Ava. Bunda keyin padarkalı hallarımızdan bağa. Bulardan 3-4 bera kalın nerse. Yine. 3'e 4'lük ağa. Şunalı. Padarkalik de desen. Bu padarkelik. Bu padarkelik bonusu var. Şuna. Bir xanası mesela kattara xanasını ölçek geledi. Kiçiknarak ya spalnisi ya tamı bolamı, baş yeri bolamı koşup berledi. Mut, pul alınmaydı. Lekin çikinden karan. İnabet alın. Bu kalınından yani kıymetli kalınından düşünürdü ki bize emini kaldan koşup berledi. 1, 2, 3. İş öden ağa aşağı öyle var adamı. Şundan. 15-20 kalıbı aynı. Göstereyim benim ama. Yine iş öden aşağı öyle. Orta variantdakiler yana 70 bin sonluk diyen kalanı padarkaya koşup beremiz ağa. Kalınından sonra başka hansı mutlu şərkitlədi. Kim bunu ucu sifət öz yaradanı var. Dizaynı öte dərəcədə başqaça. Yine Parlamentə. parlament ağa. Az pınla hesablap bərəm. Yine göstəyin. Lekin kalından satıb Kalın- alsa gereken yandı. Ağa kalınından Bepul satılır. qalı bərli şu. Ağa. Lekin bizə palaz koşup bəratırığımız yox ağa. 70 min sonluq gələni koşup bəratırığımız. Saçaqlı. Məsələn, bir xanasını 4-6'da hesaplalı işin ərsədə. Aa. 24 kvadrat boladı. 4,3 milyon boladı. Əsl narxı ağa. Qarab durun. Siz üçün abunəçiləriniz üçün səm qayıtıb bərə. Sizin abunəçiləriniz üçün. 3 milyon 800, 4 milyon 300'lik nərsəni 3 milyon 800'e düşürəmiz ağa. Aa. 4-6'lıq asa. Hı. 3-6'lığını 5 flat bərə. Bu halladan. Ya videoda göstərən Yaxşı hallarımız. qalladan ha. Ağa imbi. 70 milyon gələnlərdə iş olardan koşub bərə. Şunalı. Gəp Ağa. yox. Kim bunu barda uysanmayın ağa. Barda uysun soruyorlar köp adamlar. Dalanına, başkasına. Yine. Bam şu baxa. Özgərmiydi baxası. Yine. Ortası aval ne? Orta savanlı. En pasiydi modadaki. Keyin Eranski, Tureski dediler. Bizə də ipəklər amma. İpəklərin bir yay göstərimiz hazır. Qarang. İpəklərin hər xilləri var ekan ha. İpəklərin dəhşətləri var bunda yine. Duruşlar qarang bu dərsən. Ha. 2025 yılın kolleksiyası. Ha bu yangi kolleksiya. Vapşe, 3D taza. ekan ha bu. Ağa. Dönüşünə etibar etin. Ha. Bunu kvadratın neçə? Buna kvadrat metr ağa 220, 225 satılgan. Öylesi baxası 200 min son bağa. 200 ha. Ağa, sizə abunəçiləriniz üçün 160 min sondan koyub bərəmiz. 160'a qoyuyorsun. 160 min sondan qoyarız. Plus, yəni bir yerini eşdin. Yangın deyim bam. 4-6'lıq yerini pılın töleydi. 3-6'lıq, 3'e 5 arımlıq, 3'e 7'lik yerindən 5 flat deyib bərəmiz ağa. Ha. Yəni bir qal qoşub Qalan qoşub, yine iş öydəki qalan. Sağ. Yangıla, aytılgan. Anlaşılar kvadratı 160 min sondan ipək giləm. İpək giləm 160 min kvadratı. Bu nərsəyə qarang. Bu vapşı uzu başqa dərəcə bunu görün. Bunun akışını görüb azı özdən üzə düşə bərəs bunu doğru. Yumuşaq qına olub durad ağa. Ha, bu ham zor ekan. Yine. Yine. Acayip. Göstərdin. Keyin worsu qalın qalı soruda məcazlarımızdan var. Ya. Ona aksiyasını yayıb başlayın ağa. Yine. Bunu baxasınız öz gərədi, qalın, qımmatlaşıb para verədi. Tibeti belənd. Tibeti belənd. Zor. Yine. Bu açılışından məlum özü görün yine. Bu dönədir mi bu? Ağa, bam dönədi. Canlı 2 xil suyut verdi. Hem kalın hem arkası keleysiz varianttan mı? 2025 yılının modası. Acayip. Dönədən sveta ekan. Qarang, bunu bahasını hesablap verəm ağa, qarang. 3'e 5'lik bu. Ya. 3'e 5'lik qalı.
3 milyon 450 ming so'm bo'ladi. Sizning obunachilaringiz uchun 2 milyon 900 ming so'm 3'e 4'lik imboğalardan Lüboyna kitadi ağa. 3'e 4'lik işödey halagan Lüboyna kitadi. 3'e 5'i 2 milyon 900 ming so'm pul to'laydi. Hem 3'e 4'lik halagan qalsına kitadi. Keyin qarang ağa, ya ipek görsken g'ollarimizni kavralanını so'raydilar ağa. Kavralandan mek keldik ya. Qarang 3,5 metrlik size prosto azgina yak göstermeye qarang. Yine. Gülüm nakışını etibar eting. Bom qalın lekin ağa, qalınlıqda qalın. Bulam qalın. Qarang, mana 200, 205, 210 satılgan narsa qo'ying. Ava. Obunachilarimiz uchun 140 ming so'mdan qo'yib beramiz ağa. 140 ming. Ava. Keyin qarang. İpek-ku bu. Ava ipek, yumshoqqina narsa, oyoqlari lazzat tuyuladi. Keyin bu İpek xalaga, bedek xalaga narsasini kitadi. Ha. Bom podarka. Ha, bon podarka. Metrajagan ham bizdan norozi bo'lib ketmaydi. Metrajagan odam ham podarka bilan yetadi. Ma qarang, bularni soni cheklanganmi? Soni cheklangan, ha? bular cheklangan ağa. Aksiya qachondan davom qiladi? 5 kun ağa, xudo xolasa. 5 kun, ha? 5 kun. Tushunarli. Bularni gösteringiz. Bom shu baha. Buni oladi bir xonasida bir tomona ya giraverishini podarkasidan kitadi. Xalagan saylab ketadi. Razmer yaz ko'p bo'ladi. Ajoyib. Keyin bunda vosh yengelikimiz bor, buni ham ko'rsatasiz. Yine 4 metrlik kıpkızıl kavralanımız ağa. Bunu gülleme etibar eting. Ha, Qalın narsa, çisting. zo'ragan bu. Mana bahası ağa qarang. 150, 145 satılgan. Mana narxini 115 ming so'mdan qo'yamiz ağa. Hech 115, yetmayan ha? baho. 115 ming so'mdan. 5 metrda arani o'tsa bo'ldi ağa. Oladigan narsa. Uyni olib borib, tikib, taxlab, bichib ham beramiz. Ana. Ajoyib. Xalagan narsasini ikkita arani podarkasi. Elbek shu dapadagilani ham aytib beradi, kvadratini. Dapadagini? Ava. Mana 115 dan qo'yib beramiz ağa. 140 ming so'm, mana 115 ming so'm aytib beramiz. Zo'r gap yo'q. Hamma narsasi Bular ham ipek bo'lsa kerak, ha? ipek aralashgan va. Ha, Ko'p emas, aralashgan ekan. aralashgan. Aralashgan ekan. Keyin qarang, yeni yangilik aytib beraman qarang. Ya 740 ming so'mlik g'alaga adam, 600 ming so'mlik g'alaga adam norozi bo'lib ketmaydi. Har qaysisidan bir joynamoz berib-beramiz, imma qarang yine. Bir joynamoz prosto berib-beramiz yine. 700 ming so'mlik g'alasin, 600 ming so'mlik ya podarkasi sara bir joynamozga ketadi ana. Shundaylar. Shunday bepul. Ajoyib gap yo'q. Xudo xolasa kelaversinlar. Videoni oxirigacha ko'rsinlar lekin. Hammasini tushuntirib berdik ham. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu aksiyalardan unumli foydalanib qolasizlar. 5 kun davom qiladi ekan aksiya.